Assalomu alaykum hamma vatandaşlarımıza. Bugungi roligimizda 200 kvadratmetr pat qilish bo'lgan. Azizlar, 3 salon zeleniga ham tayyor xonadon, fasadlar ham traviting qilingan. Azizlar, aldarandan parkovочный mestalari bor. Hurmatli vatandoshlar, 4 tane hovli joyimizdan yana 3 tanasi qoldi. Avvalgi safar buni chiqarib berdik, bu sotildi va ikkinchi joyimiz sotuvga chiqdi. Azizlar, remontdan chiqdi, tayyor bo'ldi. Hurmatli vatandoshlar, to'shi 200 kvadratmetr bu sal kam rakati 200 kvadratmetrdan aldaranda kanalizatsiyalari bor. Supenkalar qilingan, üstüne kafelam qilganlar. Perlalar ham o'rnatilgan, fasadlari traviting qilingan. Üstüne lakran chiroyli qilib urib qo'ydilar. Gaz, svet, suvdan umuman yo'q. Bismillah deb yeramiz girgandan dalon qismimiz bo'ladi. Yana 3,5 metr uzinasini 7,5 metr kattalikda tushgan. Yerimiz oyoqtelar kafel qilingan, ham tepli pol, xonadonimiz 100% tepli pol. Atachentodan chiqqan hamma bir yeridan oboy ishlatilmagan Yevrosilda remont qilganlar, ramkali qilib, chiroyli qilib patologlarimizga to'xtalib bo'lsa, gipsokardondan akkuratli variantda figura qilganlar, lyustralar o'rnatilgan, galagellar ham bor. Chap tarafimizda rakovina qo'yilgan, kafellar ham qimmatbaho xilisimdan izlar. O'ng tarafimizda bu yerda elektrika avtomatlari, har xona uchun отдельный avtomatlar ham o'rnatilgan. Eshiklarimiz esa hammasi high-tech eshiklaridan qo'yilgan. Birimiz zal qismi bo'ladi, birinchi. Eshiklari yarma eshik, bening dekorativ panellar bilan chiroyli qilib qoplanganlar, tezor zonasini. Yan tarafımız polli atachento qilingan. Panoramli aynalar, oyoq telan laminatlar ham yaxshisini yayilgan. Birimiz zal qismimiz 3,5-6,5 razmerda tepli pol qilingan. Birinchi etajdan ikkinchi etajdan tepli pol. Ham огород ham katta tushgan bog' qismi. Bu yerda meni neobычный ajoyib lyustralardan asib qo'ydilar. Ham bir atachento. Arkayı yuvib silib olaverasizlar. Bu yerdan televizor zonasini o'zgacha qilib o'tganlaringizlar. Yo'tgansiz oltin svet palasalarni tashlab, dekorativ panellardan foydalanganlar. Bir sanuzelimiz 3 sanuzeline ega bu xonadonimiz. İşleri plastik ramlarla, ayak telleri kafir, divarlarım kafir olan patologlar, plastik kernizler kısılgan, bundan unitaz rakovinaları var. Gaz, siyez, sula gap tutdazlar. Bu tarafımız aşkhana kısmı oladı. Aşkhanamız ayak telleri laminat pol, 3,5-4 razmerda tushgan aşkhanamız fartıqlar qilingan, bir de tepli pol kollektorlari zamonaviy stenli kotyollardan. Moyka üçerim, kirmaşin üçerim toşya taşalgan. Lyustralar asılgan. Patologlar ise gipsokardondan kaplangan. Bağ kısmımız gördüğünüzün katta tushgan, bemalol barbekü o'tsangiz bo'ladi. Tapchan qo'yib, naves qilgan mestalar bor. Krugoy istashga qilsangiz ham bo'ladi. Ekin-dikin uchun mestalar ortiq qiladingizlar. Paxsalar ham baland tatib o'rganlar. Ishlar ham yaxshisidan qo'yib qo'ydilar. Mana oshxonadan chiqqandan chap tarafimizda spalniya qismimiz, kattalar uchun pastda bir spalniyasi ba'zilar. Birimiz 3,5 razmerda tushgan. Kattalik ham yaxshi bo'lganingizda, bemalol spalniya garnituralarimizni hammasi chiqadi. Divorlar polli atachento qilingan, ramkali qilib, lyustralar asilgan, karnizlar qistilgan. Hurmatli vatandoshlar, tayyor xonadan qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun ajoyib variantlardan birisi bo'ladi. Narxi, hurmatli vatandoshlar, 85 ming dollar aytilib turibdi. Ustida galajlardan yer bor. Kelib nalish pul bo'lsa, normal summa qaytib beriladigan yer bor. Kelasizlar, mülkiyatini chaqiramiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Listnisamiz yog'ochli listnislarni oppoq qilib, chiroyli qilib bo'yab qo'ydilar. Bu yerda lyustralarni yaxshisidan asilgan zamonaviy xillardan patologlar gipsokardon bilan qoplangan, o'rtalari qora oboylardan foydalanib qo'ydilar. Atachento qora oboylaridan. Birimiz spalniy bo'ladi. Birimiz 5 metr razmerda 3,5 polni atachento oyoq telar tepli pol. Galagellar ham qo'yilgan sizlar. Bu tarafda yana bir xonasi. Birimiz esa 5 metr, yana 3,5 metr tepli pol kollektorlari, bu yerda lyustralar asilgan, lyustralar atachentolar qilingan. Bu divorlarimizda televizordan zonasini o'zgacha qilib o'tganlar. Rozetka joylari bor. Tayyor xonadoningizda ajoyib. Bu ikkinchi sanuzelimiz bo'ladi. Yurtdo'stim bom общий xili, ikkinchi etajda pastda bir общий bor, ikkinchi etajda yana bir общий. Xonamizning ichida bir sanuzel bor. 3 tane sanuzelga 6,5 metr uzunlikda tushgan zal qismi. Prinsiplar ham yaxshisidan qo'yganlar. Enini 3,5 metr kattalikda atachentodan foydalangan devorlarimizni ko'rtirgansiz chiroyli qilib chiqarganlar. Tezor duradigan zonamizdan dekorativ panellardan foydalanib, oltin svet palasalarni tashlaganlar. Rozetka joylari ham bor. Panoramik katta aynalar, patologlarimiz gipsokardon bilan qoplangan.
Lüstralar asılgan, galageller ham o'rnatilgan. Bu tarafda yine yaşlarımız için bir acayip spalnisi 3,5 4,5 razmerde tushgan yerimiz. Lüstralarla öz geçəsindən az qalır. Hem balkon kısmı var. Gördüğünüz gibi balkon ham katta. Arkayın bir yazda çıkıp demalı oturmağınızda zor mesele. Bu tarafta yine spalnimiz için отдельный sanuzel kılıngan. Görüp turgansız duşovoy yerimiz. Ayakteleri kafir. Rakoynalar var. Divarlarım kafir. Patologlar plastik ezler. Eşikleri plastik amanlar. Hürmetli vatandaşlar ve əzizlər, xanalarımız joylashgan mestasını eslatib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda 9 marshrutning oxirida yangi Ashqalabovskiy 50-maktabning orqa tarafida joylashgan 2 qavatli 200 kvadrat metr bo'lgan, 4 kvadrat metr bog' ham katta tushgan, polni atachento qilingan, oyoq tiylarim 100% to'pli bo'lgan xonadon bilan tanishib o'tdik. Narxi $85,000. Azizlar, gelişadan yeri bor, variantlar ham bor. Azizlar, neki variantlar bo'lsa hammasi bor. Barter, mashin, kvartira, 70 kaza durar ham bor. Hurmatli vatandoshlar. Gelasizlar, ko'rasizlar, ustida kelishib olishingiz mumkin. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videolarda görüşünce xayrlab qolamiz.